unaqa or nomusimni unaqa sotmaymanman. Men kelishilgan, uyushtirilgan janjallar qilmayman. Abdumalik Jo'rabetoyev tuhmatlar ostida qoldi. Buning sababi Abdumalik Jo'rabetoyev bundan birinchi kun avval High Fighting ligasida o'zining navbatdagi jangini o'tkazgandi va o'sha jangdan biroz avval dag'istonlik jangchilar unga hujum qilib, murabbiy va tarjimonini 20 kishi bo'lib tatbiq qilishgandi. Bu videolar ijtimoiy tarmoqlarni portlatgandan keyin albatta ko'plab negativlar ham bo'ladi. Negativlarning aytishicha, Abdumalik Jo'rabetoyevning bu janjal uyushtirilganmish. Abdumalik ham bu piarlarga aralashib insonlarni ahmoq qilayotgan piarchilar safiga qo'shilganmish. Bu tuhmat va bo'xtonlarga Abdumalik Jo'rabetoyevning o'zi shunday deb javob berdi. Abdumalikning gaplarini birishlinga. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Instagramga bitta ikkita negativchilar video qilib chiqibdi. Abidi janjali uyushtirilgan. Men unaqa uyushtirilgan, unaqa or nomusimni unaqa sotmaymanman. Men kelishilgan, uyushtirilgan janjallar qilmayman. Razvalga realni kirib kelib, ikkitadan keyin jangga chiqishim kerak. Nima do'sti siz uchun urdi, siz o'sha переводчиgingiz qolib ketdi, nima urmadi? Sababi men qarayaman, do'stim qolib ketganini men bilganim ham yo'q. Azvalga shunday kirib kelyapti, men razminga qilaman, jangga nastroy qilaman. Kirib kelyapti, men o'zim yopishim bilan, zashdan bilan ovora, faqat zashda qilaman, qarayapman, birov tepmasin, birov urmasin. Sababi travma olib qolsam, jangim atmang bo'lib qoladi. Meni jangimni butun O'zbekiston kutib turibdi, uxlamay. Balet qilib, duo qilib kutib turibdi. Shu yoshimgacha do'stlarim, radnoylarim uchun yaxshi yomon kuni yonimga turgan bo'laman men. O'zim dastoyniligim uchun yonimga dastoyni og'aynilarim, dastoyni akalarim yonimga. Men professional boysman-da. Men biza ko'chaga urushish bizga mumkin emas. Biza faqat ringga, musobaqaga urushamiz. Sababi bizani orqamizdan ko'p yoshlar ergashadi, ko'p yosh katta ota-onalar farzandim sizda bo'lsin, o'g'lim sizda bo'lsin, chempion bo'lsin deydi. Biz yoshlarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Negativchilar, sizlar unaqa hayb qilib, bitta ikkita yosh kattasi, bitta ikkita yosh kichkinasi gapirib chiqdi. Bunaqa hayb uchun, sababi 3-4 kundan beri Instagramga biz aynalaymiz, kim gapirib chiqsa prosmotr ko'payib, hayb qilyapti. Salla hayb qilasizlar. Men shu yoshimgacha hayb qilmaganman. Men ringni ichiga shovqinlaman, ringni ichiga urushaman. Haqiqiy janglarni ringni ichiga ko'rsataman. Musobaqaga ko'rsataman. O'zbekiston, sizlar duo qilib turinglar. Bitta boydan keyin O'zbekistonga kulachkani kamariga urushib, O'zbekistonga kulachkani kamarini hech kim olib kelmagan. Inshaalloh birinchi o'zbek bo'lib harakat qilaman. Sizlar duo qilib turinglar. Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylanamiz. Inshaalloh O'zbekistonga kulachkani kamarini olib kelsam, bitta meni kamarim bo'lmaydi, O'zbekistonimni, xalqimni kamari bo'ladi. Hammamizni kamarimiz bo'ladi. Xalqim, muxlislarim, O'zbekistonim, duo qilib turinglar. Inshaalloh bir qadam qoldi. Abdumalik Jo'rabetoyevning gaplarini eshitdingiz. Endi bu yoqga negativlar qanday fikr bildiradi? Do'stlar, sizlarchi, sizlar qanday fikrdasizlar? Abdumalik Jo'rabetoyev rostdan ham PR qilganmi yoki bo'lmasam bularning hammasi High Fighting ligasini buyurg'imdan bo'lganmi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib ketishni unutmang. Qaytgancha videomizga mo'shni like ni bosishni ham unutmanglar. Sog' bo'linglar.